Xitoy Uyg'urlarga tutgan muomalasi sababli uchrayotgan tanqidlarga javoban Yevropa Ittifoqi diplomatlarining Sharqi Turkistonni ziyorat qilishni xohlaydiganligini aytdi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Van Yinbin seshanba kuni mundaq dedi. Bu taklif dushanba kuni Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan Yevropa Ittifoqining uch rahbari, Yevropa Kengashining raisi Charles Michel, Yevropa Komiteti raisi Ursula von der Leyen va Germaniya bosh ministri Angela Merkel o'rtasidagi sinliq boshliqlar yig'inida o'tirg'a qo'yildi. Bayonotchi yana Yevropa Ittifoqi va a'zo davlatlarning Xitoydagi bosh elchilarining Sharqi Turkistonni ziyorat qilish taklifini o'tirg'a qo'yganligini, Xitoyning bu taklifga qo'shilganligini aytdi. 2018 yilning oxirida G'arb davlatlarini asos qilgan 15 davlatning diplomatiya amaldorlarining Sharqi Turkistonni ziyorat qilish va Chinchongu bilan ko'rishish taklifi rad qilingan bo'lib, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunyang buni Xitoyning ichki ishlarga yomon g'araz bilan aralashish deb ayblagan. Amerika Tamojna va Chegara qo'g'dash idorasi 14-sentabr dushanba kuni 5 xil tutib qilish buyrug'i haqida bayonot e'lon qilib, 5 xil mahsulotlarning Sharqi Turkiston rayonida davlat qo'llagan majburiy emgak bilan ishlab chiqarilganligi, Xitoy hukumatı Uyg'ur xalqi va boshqa oz sonli millatlarga qaratilgan sistemalik kishilik huquq dafsandichiligi bilan shug'ullanganligi sababli bekitilganligini izohlandi. Amerikaning barliq portlaridagi tamojna xodimlari 5 xil tutib qilish buyrug'i bo'yicha Xitoy kasbiy mahorat tarbiyalash markazi deb atalgan lagerlardagi zavodlarda, turma korxonalarida va yoki boshqa ishlab chiqarish o'rinlarida Uyg'urlarni qul ishchi o'rnida majburiy ishiltish badliga kelganligi isbotlangan yuqori tovarlarni tutib qiladi ekan. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo maxsus bu haqda bayonot berib, Trump hukumati dunyoning Xitoy Kommunistik partiyasining Sharqi Turkistondagi vahshiyona kishilik huquq dafsandichiligiga diqqat qilishga yetaklab kelmoqda. Biz buningga loyiq amaliy tadbirlarni qo'llandik degan. Yigirma xalqarалық ommaviy tashkilot Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga Xitoyning Sharqi Turkistondagi insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida ochiq xat avatdi. Ochiq xatda 1 milliondan 1,5 milliongacha Uyg'urning Sharqi Turkistondagi yig'ilish lagerlariga qolgancha qamalganligi bayon qilingan bo'lib, Xitoy hukumatining rayonda Uyg'ur va boshqa musulmon turk xalqlarini nishon qilgan siyosatlarini yo'lga qo'yganligi o'tirg'a qo'yilgan. Mektubga imzo qo'ygan xalqarалық tashkilotlar Xitoyning Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilganligini o'tirg'a qo'ygan va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashidan tekshirish komiteti qurishni talab qilgan. Sharqi Turkistonda yuz berayotgan jinoyatlarning kishini cho'chitadiganligi ta'kidlangan maktubda xalqaro jamiyat diplomatiya, insonparvarlik va boshqa vositalar orqali tadbir qo'llanishga chaqirilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi qolgancha tutib turish va yerli qonunlarni qolgancha ijro qilish qatorliq sabablar bilan Xitoy va Hong Kongga sayohatga bormoqchi bo'lgan fuqarolarga yangi sayohat ogohlantirishi chiqardi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi e'lon qilgan uqtirishda Beijing hukumatining Amerika fuqarolarini qolgancha qo'lga olish orqali ularni Xitoy hukumati bilan hamkorlashishga majburlaydiganligi, chet eldagi oila a'zolarining qaytib kelishi uchun besim qiladiganligi va chet el hukumatlariga qarshi qo'llanadiganligi ta'kidlangan. Xitoy va Hong Kongda yashaydigan yoki sayohat qilayotgan Amerika fuqarolarining qolgancha qo'lga ilinishi mumkinligi tilga ilingan bayonotda Amerika fuqarolari konsulxona xizmatlari haqida yoki ularga ortilgan ayblashlar haqida uchurga erishish maqsadida tutib turilishi, qonuniy tartib bo'lmasin uzun mezgil tutib qilinishi mumkin deyilgan. Amerika bilan Xitoy orasida Hong Kong va Uyg'ur masalasi boshchiligida savdo va texnika qatorliq ko'p sohalarda ixtilof kuchaymoqda. Yaponiyada hokimiyat yurgizayotgan Erkin Demokratlar partiyasining rahbari Suga Yoshihide parlamentda o'tkazilgan favqulodda yig'inda davlatning bosh ministri bo'lib saylandi. Yaponiya parlamentining Töven palatasida o'tkazilgan yig'inda parlament a'zolari bir yerga jam bo'lib, davlatning yangi bosh ministrini sayldi. Suga Yoshihide Avam palatasiga 465 kishilik a'zoning 314ning ovoziga erishib, Yaponiyaning yangi bosh ministri bo'ldi. Hatta oxirida o'tkazilgan Erkin Demokratlar partiyasining ichki saylamida Suga %70% biletga erishib, Erkin Demokratlar partiyasining rahbari bo'lgan edi.
Suga 2021 yılı 9 aydagi odatdagi cho'ng saylamgacha bosh ministerlik vazifasini o'taydi.